Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında biz ilim hakkındaki şunun devamını okuvatımız. Bugünkü bu babda bu kişi mındaqdaydı. Yani ulağının üstüde turup yoki egiz narsasının üstüde turup fatva ba'si qanday bo'ldi deydi. Lekin bazı hadislerde, hem de onun sahih zayıflıkını bilmeyim. Bazı hadislerde kelişe mesela ulağının üstüde turup yani ulağını munber kılmanmalar dep Resulullah'ın çekilgenliğe kadar ispaham da. Bunu Enver Şah Keşmir'e bunu muş hadisini ekleyip durup İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu babını koyuş arkalık bunda kişiler nayet addi meselelere, fatva meselelere yani ulağının üstüde turup fatva ba'si hiç kısı yok. Onun karayeti çağlık dep muşqarashni yaqlagan dep İmam Buxariyninki bu yerdagi qarishini kuchlantiryapti bu yerda. Endi bu 83 numurluq hadis bu. Bu hadisda İmam Buxariy rahmetullahi aleyh bizga İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi. İsmailninki ismi İsmail ibn Abi Uvays boshda o'tdi. İmam Malikninki singlisining bolasi yoki ochisining bolasi. Bu adam dedi bana Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. İmam Malik bu yerda tağısı oldu. Bu kişinin tercümanım ötken. İmam Malik İbn Şahab'din. Bu kişi bolsa Muhammed ibn Muslim ibn Şahab az-Zuhri nisqatim ötdi. Bu zat bolsa İsa ibn Talhat ibn Ubaydullah'dan hadis rivayet qiladi. Hem de İsa o'zi Qurayshlardan, o'zi tabi'in, dadı sahabe, o'zi Medinede yaşagan Medinedeki ayeti fazil, aqıl zatlardan bo'ladi bu kishi. Hijriya 100-yilda o'lib ketgan. Dadısı bek meşhur. Dadısı mesela cennet bilen bisharat berilgan 10 sahabenin qatorida bor sahabada. Hem de İsa dadısiniki nayeti ko'ngil qo'yib, onasiniki ko'ngil qo'yib tarbiyalashida nayeti yaxshi ahli ilmlardan bo'lgan bu kishi. Shuning uchun ko'plagan sahobalar bilan uchrashib, shulardan hadis rivoyat qilgan, masalan, Dadisdan, Muaviyadan, Abu Hurayrdan, Abdullah ibn Umar ibn Asdan va undan boshqa masalan, buni da o'qiganlar nayeti ko'p. Muhammed Muslim ibn Shahab az-Zuhri deymiz, mashhur shu davrdagi mashhurlar buni da o'qigan. Shundan boshqa ulamolar Yahya ibn Ma'in, Imom Nasai qatorliqlar buning bu kishiga bergan bahoda bu ishonchlikdi degan bahoni bergan. Bu zaten o'zine ait sharaflik, ait kang qo'soq bir xil bunda begsifat ishonchlik o'lmoqlar qatoridan deb baho bergan Imom Zahabiylar. Uning ustiga bu tobilar ichida xil ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchlik zot sanaldi. Endi bu zot Abdullah ibn Amr ibn As'dan hadis rivoyat qilyapti. Bular dadı bola sahabalar. Abdullah ibn sahabe, Ömür ibn As ibn sahabe. Endi bu kishi deydi, endi Abdullah ibn Ömür ibn As. Haqiqatan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Haccatul Vida mezgilida Minada turup kishilarga savol so'g'onlarga yani javob berish uchun shu tug'an deydi shu vaqtida. Bu yerdagi tug'an degan kalimadan kishilardan egizroq tug'anligi chiqib turdi. Shuning uchun bu yerda boshda bab qo'ygan vaqtida ular ustida yoki ulardan boshqa narsaning ustida turib deydi. Bir odam kelib dediki, men bilmayman, ular bo'g'izlashdan burun beshimni tushirib o'tib qolibdiman debdi. Payg'ambarimiz ularni bo'g'izlar va hech qisi yo'q, chatoq yo'q, kerak yo'q degan. Yana bir odam kelibmi, men bilmay tosh etishdan burun qurbonlik qilib qolibdiman deb shunaq debdi. Payg'ambarimiz teshangni eti va kerak yo'q dedi. Shu kuni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burun qilib qo'ygan, keyin qilib qo'ygan turli ishlardan so'ralgan vaqtida Peygamberimiz qili va hech qisi yo'q deb javob bergan edi dedi. Endi bu hadisninki ma'nisi bo'lsa, bu haj faoliyatida bo'ladigan bir qism hajninki adab qoida usullardagi yuz beradigan avvallar. Masalan, bu hadisdagi mazmun asosan ko'pincha Hayit kunida bo'ladigan avvallarda, Hayit kuni. Hayit günü biz mesela Arfat'tan Muzdalifaga kelib, Muzdalifada qo'nab, Muzdalifada bomdodni o'qib kun chiqqandan mesela Minaga kelib, Minada shu kun qiladigan faoliyat umuman birinchi mesela tosh otimiz,
şeytana taş etimiz. İkinci başını tushirimiz. Üçüncü tavap kılımız. Dördüncü kurbanlık kılımız. En mühim işimiz muş 4 iş hemde. Muş 4 işninki hemmisi hem Resulullah ve boğandaki cıklar hem Arabiler vaqti yeni Müslüman boğan Resulullah'ni kömey Müslüman bulup şu yerde uçraşqanlarına ait köp bunun içinde. Çünkü rivayetlerde eshitilishicha bu Resulullah'ın en ahir qatımlıq həcci hemde. Resulullah ömürde bir qatım həcc qilgan. Muşu Həccetil Vidaga qatnaşqan sahabalarning soni tarixchilarniki nazarda o'xshamaydi. Ba'zilar 100 ming, ba'zilar 120 ming deb rivoyat qilgan. Umuman Resulullah'ni shu yerda ko'rganlar bor. İslamning ahkamlarini jiq bilmaydigan odamlar bor. Emmiz kelib Resulullah'dan şu fatva so'ragan vaqtda Resulullah shu egiz narsani ustida turib, ularning ustida balkim ba'zida to'g ustida degan rivoyatlar bor. Kelganlik o'ziga loyiq javoblarni bergan. Shu kunlik faoliyatdagi 4 xil amallarning qolsa, oldi keyni bo'lib qolsa, hech qisi yo'q, kerak yo'q deb javob bergan payg'ambarimiz. Endi bu yerdagi kerak yo'q degan so'zni 4 mazhab ulamoları va uningdan boshqa bir qism mazhab olimlari bir qism hadislar bilan buni bog'lab tushunish orqali bu yerda kerak yo'q degan masalani xilma-xil tushungan. Kerak yo'q deganda bir qismlar masalan gunoh yo'q. Lekin shu gunoh bo'lmagan bilan buni almashtirib oldi keyni qilib qo'ysa, buningga shu fidya kilidi, ya'ni bir qon kilidi, qo'y so'ydi deb qargan mazhab olimlarim bo'lgan. Bir qismlar bo'lsa, yo'q, undaq emas. Payg'ambarimiz bu yerda kerak yo'q dedi-ma, bo'ldi, tugdi. Gunohim bo'lmaydi, jazom kelmaydi, fidyam kelmaydi deb qarganlar bo'lgan. Bu masalalarni hamda shu hajning bobi kelgan vaqtida texminay tafsili mukammal tunishib chiqamiz. Ammo bu hadisda bu yerda dalil ekkagan nuqta markaziy ideya bu hadisdagi Resulullahning masalan ularning ustida yoki egiz narsaning ustida turib fatvoga javob berganligi shu maqsad qilingan. Chunki bu ilm babida so'zlanayotgan hadis. Sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.